Bu video IELTS imtihoniga yaqin bo'ladigan o'quvchilar uchun juda muhim. O'quvchilar imtihonda o'zini potensialidagi ballni ola olmasligi sabablaridan biri bu psixologik tayyorgarlik deb oldingi bitta videoyimda aytgan edim. Endi unga tayyorgarlik qanday bo'lishi kerakligi haqida bu videoda gaplashamiz. Ya'ni siz imtihoningiz yaqin bo'lsa, siz o'zingizni potensialingizdagi bahoyingizni olishingiz uchun, ballingizni olishingiz uchun nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Aytaylik, siz o'zi natijalaringiz oxirgi 5 ta 6 ta moqda 7 chiqyapti. Realni bir joyga borib topshiryapsiz, 7 chiqyapti. Примерно o'sha 7 yoki undan yuqoriroq ball olishga nima faktorlar to'sqinlik qilishi mumkin? Bilimingizdan tashqari. Birinchisi bu uyqu. Ya'ni imtihondan bir kun oldin yarim kechasigacha ko'chada yurib, keyin chala uxlab imtihonga borishlik eng katta xato bo'ladi. Sababi imtihonda siz energiyaga to'la, uyquga to'ygan bo'lishingiz kerak. Har doim o'quvchilarim imtihon topshirayotganda, o'zim ham imtihon topshirayotganimda bir kun oldin ertaroq uxlashga, ertasi kuni ham o'sha imtihon paytigacha deyarli uxlashga harakat qilaman. Aytaylik, masalan, imtihonimiz soat 10 yoki 11 yoki 12 da boshlanadigan bo'lsa, bir kun oldin kech payt 9-10 larda uxlayman-da, ertalab bomdoddan keyin yana uxlab, o'sha 10-11 larda uyg'onib, keyin imtihonga boraman. Nimaga? Sababi imtihonga borgan paytimda fresh mind bo'ladi. Bemalol o pressure 3 soat 4 soat pressureni qiylanmasdan ko'tara olasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi ovqatlanish. Ya'ni zavtrak o'sha imtihondan oldin qorningiz to'ygan bo'lishi kerak. Busiz iloji yo'q. Qorningiz och holatida imtihonga kiradigan bo'lsangiz, kallangiz yaxshi ishlamasligi mumkin. Shaxsan menda shunaqa bo'ladi. Agar endi Ramazonda imtihon topshirayotgan bo'lsangiz, boshqa masala. Ramazonda Alloh o'zi sabr beradi. Bemalol imtihonni yaxshi perform qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu ikkita masala bor. Uchinchisi bu albatta duo olish. Ya'ni o'zingizdan kattalardan, uyingizdagi ota-onangizdan duo olishingiz kerak. Namoz o'qib, o'zingiz ham imtihonga kirishingizdan oldin duo qilib, yaxshi natijalarni kutib, imtihonga kiring. Mana shu narsalarni tartibi bilan yaxshi qiladigan bo'lsangiz, confidence degan tushuncha borki, o'ziga bo'lgan ishonch. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham yaxshi bo'ladi. Endi sizni bu narsalar 5 dan yoki 6 dan 7 ga olib chiqib qo'ymasligi mumkin. Bunaqa bo'lmaydi, real. Lekin siz o'zingizni potensialingizdagi yoki bo'lmasam o'zingizni potensialingizdan ozgina yuqoriroq bo'lgan natijani olishingizga juda katta yordam beradi. Uyqu, ovqat va albatta ruhiy tayyorgarlik bo'lishi kerak. Mana shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, imtihonda Xudo xohlasa zo'r natija olib chiqasiz.